eng arzon model kanalda arzon narxda Lacetti mashinasi bor. 2010-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya mexanika mashina, qora rangda. Xo'p, balonlar o'rtacha. Salonlarning holati yaxshi turibdi. Chexollari bor. Motorlari yaxshi. 400 qancha mingdan probek, 400 mingdan oshib qopti. Motor, hadovoy, korobkalari yaxshi deyaptilar. Hamma yo'g'ini yaxshilab tekshirib olaverasizlar. Mana shu tomonda 3 ta detalda kraska bor ekan, lekin ichlari butun turibdi. Ochib rezinkalarni tushirib ko'rdim. Ichlari butun turibdi. Mashinaning oldi orqalari ham butun. Hamma yo'g'ini yaxshilab tekshirib olaverasizlar. 2010-yil endi o'rta holatda, lekin kuzovida hozirgi kunda strashniy qiladigan ishi yo'q. Bitta uni moldini chiqib qopti, shuni yopishtirib olasizlar. Kuzovida ishi bor, mashina bas. Hamma yo'g'ini yaxshilab tekshirib olaverasizlar. Motorlarida ham ishi yo'q deyaptilar. Uni ham qator tekshirib olaverasizlar. Ishonchnoma ham beradilar. Narxi ham zo'r bo'ldi. Kraskasi ham ko'p bo'lsa, 2-3 ta detalda xolos. $4400 ga ulgurib qolinglar. Gazlari bilan metan.